İffet nomus musulman hanım kızlarının hayatıdır. Haya hayatlıqdır. Arab tilidagi haya degan so'z hayat degan so'zdan kelgan bo'lib, hayoliq odamning ma'naviyati hayot, ya'ni tirik bo'ladi. Haya qilgan odamning hayosi ichki hayot qaynimidan chiqqan bir xil kuch bo'lib, bu kuch uni razilliklarga tushib qolishdan saqlab qoladi. Sharmi haya ayollarning hayotidir. Chunki sharmi hayosini yo'qotgan ayol o'lganga tangdir. Hayoliq odamning qalbi tirik, hayosiz odamning qalbi o'lik bo'ladi. Qalbning uyg'oqligi oshgan sari uning hayosi oshadi. Qalbi o'lgan odamda hayoni qo'zg'aydigan iymon kuchi o'lganlikdan mundoq odam razilliklarni razillik deb bilmaydigan va his qilolmaydigan bo'lib qoladi. Şuna onunda şərmi hayanın yo'qolishi barliq razillik va yomonliklarning boshlanish nuqtasi bo'lib qoladi. Hayasız odamdan hamma yomonliklarni kutishga bo'ladi. Haya bilan iymon qo'shkezekdir. Payg'ambar alayhissalom haya bilan iymon ikkisi qo'shkezeklar bo'lib, biri yo'qolsa ikkinchisi yo'qoldi deb ko'rsatgan. Hayasizda iymon yo'q degan so'z bu hadisga asosan aytilgan bo'lishi ehtimol. Musulmon ayollarning hayosini namoyon qiladigan ishlarning beshida ularning islomiy va milliy yusunda kiyim kiyish keladi. Sharmi hayo darajalarining eng yuqorisi va eng kattasi Alloh taoladan hayo qilishdir. Gunoh maisatlar faqat Alloh taoladan hayo qilmaganlikning natijasidir. Allah Taala'nın bendelerinin aşkara ve yuşurun barlıq işlerini bilip ve körüp turduğalıqını köz aldığı keltirgen adam Allah Taala'nın köz aldıda yaman iş qilishdan haya qılıdı da yaman iş qilishdan tosuldu. Özünü musulman, Uyghur dep yürgen ayallarının meyli dünyanın qaysı chetida bolsun, çoqum özünün musulmanlıqıga ve Uyghurluqıga layık kiyinip yürüşü lazım. İslam dinimiz musulman xanım qızlarga islomiy kiyinishingizning o'lchimini va prinsipini belgilab bergan. Ayollarning tashqi go'zalliklarini yot erlarning ko'zlaridan yo'gab, islomiy yo'sinda kiyinib yurishi ularning ichki go'zalligini namoyon qiladigan va ularni turli arziyatlardan, gunohlardan saqlaydigan qalqondir. Özünün milli və dini ənənəsini unutub Xitayның, Rusның, Avropalıqlarning, Amerikalıqlarning kiyimini kiyib alğan, ismi musulman, amma ruhida və əməliyyətində musulmanlıqdan heç bir əsər qalmagan ayollarga nəsihət qilish kerak. Ularni yetəklash kerak. Çünki ayollarning iffət nomusining dəfsəndə qilinishi barliq musulmonlarning iffət nomusining dəfsəndə qilinganlıq bilan tangdir. Xotin qızlarının iffət nomusunu qoğdaş və onlarga islomiy kiyinish haqida yo'l ko'rsatish har bir oila mas'ulining vazifasi va mas'uliyatidir. Iffət nomus dəfsəndilchiga sabab bo'lgan omillar tuvanliklar. 1. Oila mas'ulining o'z ahlini yot erlarning yomon niyatli ta'molaridan qo'g'dashga ahamiyat bermasligi. Bu acizlik, aile məsulunun erlik g'ururini yo'qotganligi yoki o'z vazifasini tunmaganligi yoki o'zining tarbiya sohasida bilimsizlik tufaylidan meydon kelgan acizlikdir. 2. Musulmon xonim qizlarning musulmon emas millatlarni do'rab, uchuq, nepiz, qisqa kiyinishi va yurish turishlaridagi benormal nazokati. Şuna İslam dini her türlük yaman aqibatlarning oldini olish uchun ayollarni o'zlariga qarta erlarning havaslarını qo'zitib qo'ydigan barliq omillardan yiroq bo'lishga chaqirgan. Alloh taolo butun musulmon ayollarga xitob qilib, ilgirki jaholiyat davridagi ayollarning yasnib chiqqandek yasnib chiqmanglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Bu oyatdagi xitobdan maqsad ayollarni go'zal, yarışimliq kiyimlarni kiyib, esil yurishlardan ma'ni qilish emas, balki islom dini kelishdan burungi davrlardagi ayollarning va kunimizdagi madaniyat da'vosi qilg'uchi ayollarning kiyingandek yot erlar boyada nepizlikdan badanlarini ko'rsatib turgan, qisqalikdan tizdan oshmaydigan, torliqdan badanlariga chaplashib turgan kiyimlarni kiyishdan ma'ni qiladi. Güher neçə qat tügüllər içində saqlanğanlığı və hər kişinin onu görəlməyənlik üçünlə şunçılıq qimmatga sazovor bo'lgan narsadir. Ayolmu uzun, azoda esil kiyimlarni kiyib yursa, uning hurmati va qimmati oshadi.
Kişilərmi onundan haya qılıdı və onu qədərləydi. Şoň ayollar yat ərlər bacayda söz qılğanda cəlbkarlıqdan, nazakətlikdən yirak qalda təbii söz qilish kerak. Çünki nazakətlik sünni avazlar ərlərni özüge cəlb qilishning bir vasitəsidir. Ərəb maqal təmsillərdə qulaq көзден burun aşiq buludu deydigan söz var. 3. Ayal cinslərinin ammi sorunlarda aralışıb oldurışı. İslam şəriətində ayollarning öz tuqqanlarından bo'lmagan yat erlər bilan ammi sorunlarda aralışıb oldurışı, ularga nazakətlik və sünni avazlar bilan züruriyetsiz söz qilishi məni qilingan tursimi, köplügən musulmon ailələri özara ziyorat yoki boshqa munosabatlardan tashqari ammiy sorunlardamı ayollar bir o'rinda aralışıb o'ldiradigan, erlar bilan ayollar bir-biriga chaqchaq qilishadigan odatlarni o'rganib qolgan. Bundaq işlər dinimizin körsətməsi xilaf bolğundan sırtida biz Uyğurlarning milli an'analarimizga yat keladigan ahvoldir. 4. Oilada diniy tarbiyaning yo'qligi yoki kamligi. Bir oilada haqiqiy diniy tarbiya bo'ladigan bo'lsa, uning foydasi shu oiladan yetishib chiqqan bolalarning o'zi uchun emas, balki ular yashagan mahalla, yurt va jamiyat uchunmi umum bo'ladi. Ailedeki dini terbiye, balalarning ibtidai terbiyesi bulup, dini terbiyeni özleriga özleştirgen kız yigitler, ailenin şerifini, nomusunu qoğdaşının ne kadar muqaddas ve uluq vazif ekanligini tanıydı. Neticede, quruq sözlerden ve yalğan töhmetlerden saqlanish uchun bolsunmu, yatlar bilan binormal aloqa qurmaydı. Qizlar ailesinden ruxsatsiz xalğan joyga ketmaydi. Yat erlar bilan birga yurmaydi. Çünki İslam tərbiyəsinin təqazzası bu xil yolsuz aloqalarni rədd qılıdı və məni qılıdı. Yuqorqi kəmçiliklərini tuzish üçün bunu ayətlərinin mənlərini yaxşı düşünüb, onunğa əməl qilish bizga yetarlik deb o'ylayman. Mömin ərlərə aytqin ki, naməhramlarga tikilib qarmasın. Avratlarni zinadan saqlasın. Bundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardardir. Mömin ayollarga aytqin ki, ular ko'zlarini namahramlarga tikilib qarashdan saqlasın. Nomusini va iftini qo'g'disin. Ko'rinib turgan qismdan boshqa zinnatlarini oshkor qilmasin. Yağlıqlarını yaqinlari bilan qo'shib tansin. Zinnatlarini erlərdən, atlardan, ya qiynatlardan, ya oğullardan, ya erlərinin oğullardan, ya öz qeyrindaşlardan, ya qeyrindaşlarının oğullardan, ya həmşirlərinin oğullardan, ya dindaş ayallardan, ya qolasıdaki çörlərdən, ya xotunlarga ehtiyacı yo'q xizmatchilardan, ya ayallarning uyatıq joylarini uqmaydigan ballardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey möminlər, bəxtga erişişinglar üçün həmminglar Allahqa təvbə qılыңlar. Hakim rivayeti Ahzab suresi 33. ayet, Nur suresi 29-30. ayetler.